Ulamolarimiz aytayaptiki, agar biz birovda g'iybat qilganligimiz uchun bankdagi hisob raqamimizdan yoki bugungi kunga solsangiz plastik kartamizdagi pullar o'zidan o'zi yechilib qolganda, mablag'imiz kamayib qolganda biz g'iybat qilmagan bo'lardik, deyapti. Plastigingizda pul bor, tasavvur qiling, g'iybat qildingiz. Bir kishini g'iybat qiluvdingiz, 50 ming yechildi degan xabar keldi. G'iybat qilarmidik? Qilmas edik. Nahot dunyoni, o'tkinchi dunyoni, foniy bo'lib ketadigan dunyo oxiratimizdan qadrli bo'lib qolgan bo'lsa, bunga biz rozi emasmiz. Shunaqa bo'lyapti azizlar hozir. Bir kishini g'iybat qilganimizda hasanotlarimiz yechilyapti. Qiynalib, mashaqqat chekib, sovuqlarda kelib o'qigan juma namozlarimiz, tarovihlarimiz, xatm Qur'onlarimiz, sadaqalarimiz yechilib ketyapti. Rozimizmi? Rozi emasmiz. Bizni rozi emasligimiz hech narsani hal qilmaydi. Nima qilish kerak? To'xtash kerak.